Esingizda tursin. Mijozni bizni qancha chuqur o'rgansak, shuncha unga yaqin bo'lamiz. Qancha yaqin bo'lsak, sotuv shuncha oson bo'ladi. Siz o'ylaysizki, faqat mana tovarim zo'r bo'lsa, shu narsa uchun sotib oladi, narx arzon. Yo'q, unaqa emas. Brend kiyimlarni kiyishi bu nimaga borib taqaladi? Xulq-atvorga borib taqaladi. Chunki og'riqqa birinchi pul to'lanadi. Keyin qolgan masalalar. Sotuv birinchi uni miyasida bo'ladi, ya'ni qabul qiladi-da, bo'ldi, oldim deydi. O'sha qaror qabul qilish uchun mijoz nimalar sabab bo'ladi? Mana shu narsani yozamiz. 4 ta, 5 ta, demak, mana bu yerda mijozni, ya'ni aniqlash va nima qilamiz? Segmentatsiya qilamiz. Diqqat bilan e'tibor beringlar. Birinchisi uni, ya'ni demografiyasi, uni qayerda yashashi, joylashishi. Masalan, biz hozir Ismoil aka bilan hamkorlik qilyapmiz. Xudo xolasa necha oy, 5 oy, 6 oy bo'lib qoldimi aka sizlar bilan ishlayotganimiz. Xudo xolasa 6-oy ketyapti. Qaranglar. Biz mana Ismoil aka bilan tanishib, ularning bizneslarini birinchi suhbatlashganmiz. Suhbatlashganimizdan keyin diagnostika qilganmiz. Bizda biznes diagnostika degan xizmat bor. Biznesni diagnostika qilganimizda ichidagi hamma muammolar kelib chiqqan. O'zi bularga nima kerak? Ya'ni qaysi biri birinchi darajali? Sotuvmi, boshqaruvmi, tizimmi, programmalashtirishmi, raqamlash nima muammo? Hammasini aniqlaganimizdan keyin o'zi bildik biza fokusni sotuvga qaratishimiz kerak. Keyin ularning mijozini o'rgandik. Va unda bitta narsani tushunishimiz kerak, bular Qozog'istonda. Lokatsiya qayerda ekan? Qozog'istonda. Ya'ni u boshqa bozor. Ya'ni shuning uchun ham bu yerda o'sha misol uchun qanaqa geografiyasi? O'sha yashash joyi, shahri, Shimkent, misol uchun Aqsuskent, hamma narsasini biz o'rganib chiqqanmiz. Endi mijozga biz reklama yo'q etganda ham tasavvur qiling, Ismoil akaga mijoz kerak, biz Toshkentdan mijoz tushirib beryapmiz. Logishnami? Noto'g'ri. Tushunyapsizlarmi? Pul sarflandi. U joylarning hammasini biz nima qilganmiz? Komanda bilan o'tirib, aniqlab, xuddi shunday segmentatsiya qo'yganmiz. Mana shu sizni u mijozingizni chuqurroq tushunishingizga, sotuvingizni oshirishga ishlaydigan instrument. Buni rasmga olinglar. Tushunyapsizlarmi? Mana tirs, qat'i yoshi, jinsi, ta'limi nima degani? O'g'il bolami, qiz bolami, necha yosh, necha yoshdan necha yoshgacha u mijoz. Siz uchun mijoz. Masalan, bog'cha uslubiga xizmat ko'rsatishda, misol uchun bolachalar aytaylik, sizni bog'changizga boradi. Lekin qaror qabul qiluvchi degan joyi ham bor bu yerda. Kim qaror qabul qiladi? Ota-ona. Uje bu narsani ham chuqurroq kiraveramiz. Tushunyapsiz? Ya'ni bu yerda hozir sizga mana bu mijoz shunda kim bo'lyapti? Bolacha bo'lyaptimi yo ota-ona bo'lyaptimi? Nimaga? Ya'ni siz o'sha yerda siz agar faqat yosh bolalar ko'rsin deb reklama yoqadigan bo'lsangiz, taklif beradigan bo'lsangiz, siz maqsadsiz auditoriyaga chiqib qolasiz. Qaror qabul qilmaydigan auditoriyaga chiqib qolasiz. Yetkazib bera olaman nima haqida? Tushunasizlar? Shuning uchun hamma narsasi bu yerda juda ham muhim. Mana bu yerda daromad darajasini yozib qo'yganmiz. Nima uchun daromad darajasi? Chunki bundan oldin biz nima dedik? Urovень bor, mijozlari to'lov qobiliyati bor. Siz o'shanga qarab berasiz. Oilaviy holatda kasb va lavozimning nima farqi bor bu yerda? Yo'q, detalga kiramiz. Chunki to'lov quvvati, uni xarakteri, qaror qabul qilish nuqtalari, uni qo'rquvlari, uni emotsiyalari, mana shu mijozni qancha chuqur o'rganib sari bizga u ochilaveradi. Yaqinlashaveramiz. Shunda biz uni nozik nuqtalariga urib ya'ni sotuv qilish uchun qaror qabul qilish tochkalariga uraveramiz. Esingizda tursin. Mijozni biz qancha chuqur o'rgansak, shuncha unga yaqin bo'lamiz. Qancha yaqin bo'lsak, sotuv shuncha oson bo'ladi. Undan keyin uni lokatsiyasi, mana geografiya, demografiyasi, psixografik degan joyi bor. Buni mana shu joyi ham muhim. Uni hayot tarzi, qadriyatlari. Tushunyapsizlarmi? U nimani qanaqa yashaydi? Xususiyatlari qanaqa? Uni nimani qadrlaydi? U uchun nima muhim? Tushunyapsizmi? Va masalan, biz coaching qilganimizda men bizning xizmatimizni sotib olgan o'quvchilardan coachingda so'raganman. Nima uchun siz sotib oldingiz deganimda, bittasi aytgan, men bitta gapingizga sotib oldim degan. Nima gapimga desam, onlayn savdo qilmaganmisiz degan gapingiz uchun men sotib oldim deyapti. $3000, $1000 darsni bitta gapga sotib olyapti. Tushunyapsizlar? Nimaga mana shu narsa o'rganilgan? Yana bittasi qadriyati degan joyiga men yana bittasidan so'radim, Jizzaxli ukamizda adashmasam. Siz nimaga sotib oldingiz bizani xizmatimizni desam, siz
umraga borganingiz menga kuchli ta'sir qildi deyapti. Men umraga borganimda men kurs sotaman deb o'ylamaganman. U o'sha narsa ko'rib, uni qadriyatiga tushganda, tushunyapsizmi? Misol uchun bizani qaysidir qadriyamiz, uni qaysidir qadriyatiga tushib, mana shu narsa uni o'sha qaror qabul qilish nuqtasiga urib olgan. Yetkazib bera olamanmi? Siz o'ylaysizki, faqat mana tovarim zo'r bo'lsa, shu narsa uchun sotib oladi, narx arzon. Yo'q, unaqa emas. Ya'ni mijoz qaror qabul qilayotganda, uni o'zini kriteriyalari bor. Durustmi? Ya'ni o'zini kriteriya, kimdir qadriyatiga qarab muhimroq, kimda bo'lgan sal qimmatroq, lekin boshqa odamdan oladi, ham arzonroqqa qaraganda. Kimda bo'lgan shunaqa holatlar? Tushunyapsizlarmi? Nima qiladi? Bu turfirmada bo'lishi mumkin, restoranda bo'lishi mumkin, kiyim-kechakda bo'lishi mumkin, boshqa bir xizmatlarda bo'lishi mumkin. Ayrim sartaroshlar bor. Sal qimmat ishlaydi, lekin shunga borasiz. Bittasi bor, xuddi shunga yaqinroq, lekin unga bormaysiz, даже arzon. Tushunyapsizmi? Demak, faqat narx ham sabab emas-da u sotib olish uchun. Chuqurroq o'rganishimiz kerak. Mana mana shu yerda hammasini qiziqishlari, fikr va maytda xatti-harakatlari hammasini ishlab chiqiladi va bu yerda mana muhim bo'lgan joylari mana bu yerda qaranglar. Xarid qilish xulq atvor degan darajada uni xulqi, u o'zini yaxshi ko'rishi, u brendlarni bilan sotib olishi, brend kiyimlarni kiyishi, bu nimaga borib taqaladi? Xulq atvorga borib taqaladi. Hamma o'zidan o'zi borib brend kiyim kiyib ketavermaydi. Kimgadir umuman qizig'i yo'q u nima brendligi. Tufurib boribdi u brendga. Kiyimmi kiyim bo'ldi. U xulqqa borib taqaladi. Tushunyapsizlar? U xulqdan chiqadi. U hayot tarzidan chiqadi. Tushunyapsizmi? Bittasini urib o'ldirsangiz ham oddiy kiyim kiymaydi. Men deydi sifatlisini kiyaman. 3 ta olmayman deydi, bitta olaman. Nimaga? U xarakterdan chiqib keladi. U ichkaridan chiqadi. Yetkazib bera olamanmi? Shuning uchun bizlar mijozni aniqlayotganda segmentatsiya bo'lishi kerak va bu muhim savollar ro'yxatda davay yozamiz. Birinchisi mana sizning ideal mijozingiz kim? Ya'ni ideal customer deydi. Sizni prям ideal mijozingiz kim? Yozinglar mana. Uni batafsil tasvirlab bering. Bir yozamizda siz mijozingiz kim? Meni mijozim, misol uchun, oilali, yoshi shundan shungacha bo'lgan erkak kishi yoki ayol kishi. Tushunyapsizlarmi? Tasvirlaylar, sizning mijozingiz kim? Va masalan, shunaqa og'rig'i bor, yaqinda remont qilgan, uyini yangilayotgan odam, misol uchun. Tushunyapsizmi? Sizning mijozingiz kim? Baxtiyor aka. Yoshi, jinsi tasvirlang. Ideal mijoz degani 100 ta mijoz bo'lsa, 100 tadan 55 ta, 60 tasida mana shu o'xshashlik bo'ladi baribir. Tushunyapsizlar? Mana shu o'xshashlik bo'ladi. Ko'proq bo'lgan qismini olasizlar. U sizning ideal mijozingiz. Ya'ni ideal mijoz deganda sizdan sotib olgan mijozlarni ko'z oldingizga keltiring. O'tkirbek aka, sizning mahsulotingizdan, sizning xizmatingizdan kimlar sotib olgan? Ha, Faruq. Ideal mijozlik kartinasi deydi, avatari deydi. O'sha narsani biz yozishimiz kerak, tasvirlashimiz kerak. Bu yerga kelgandan keyin o'shani yanada aniqlashtiramiz. Maqsad shu. Ikkinchisi, mijozlaringiz qanday muammoni hal qilmoqchi? Ya'ni mijozingizni nima muammosini hal qilasiz siz? Yozing. Mana shu muammolarni yozing. Muammolarni yozing. Kamida 5 ta muammosi bor mijozingiz. Ya'ni buni biz bo'l deymiz, og'riq deymiz, ha? Misol uchun, qaysi og'riqlarni hal qilmoqchisiz? Siz mana o'sha bolalar tagligi bilan shug'ullanasizlar. Qaysi yozing? 1, 2, 3, 4, 5. Bolachalarning masalan terisi juda ham nozik bo'ladi, tez qizarib qoladi, shikast yetadi. Shuni hal qila olasizmi? Yozing. Undan tashqari qancha muammo bor? Masalan, yetkazib berishda qiynaladimi? So'chni chaqirsa olib borib bera olasizmi? Qanaqa muammolar bor? Bizani mijozlarning muammosini hal qilganimiz evaziga bizning daromadimiz oshadi. Prosta ya'ni mayda-chuyda narsa uchun emas. Chunki og'riqqa birinchi pul to'lanadi. Keyin qolgan masalalar. Og'riq birinchi pul to'lanadi. Birlamchi xarajatlarga birinchi pul to'lanadi. Keyin qolgan masalalar. Odam qorni och bo'lsa, borib sartaroshga bormaydi, birinchi qorni to'yg'izadi. Tushunasizlarmi? Nimaga? Chunki u og'riq, uni qorni och. Qorni to'ygandan keyin boshqa masalalar boshlanadi. Ikkilamchi, uchlamchi xarajatlar. Nima muammosini hal qilamiz? Ismoiljon aka, sog'lig'idanmi, unisidanmi, bunisidanmi, konkretni. Maylimi? Zo'r. Uchinchi savolimiz bizada
Uchinchi savolim, ular qaror qabul qilishda nimaga e'tibor berishadi? Boya men sizlarga aytdim, mijozlarim sotib olganda nimaga sabab bo'ldi desam, bittasi aytdi, onlayn sotuv qilmaganmisiz degan gapimga sotib oldi. Demak, u qaror qildi, o'sha tochka bo'ldi. Undan oldin meni ijtimoiy tarmoqlarda ko'rgan, YouTube'da ko'rgandir, boshqa qilgandir, hayotda ko'rgandir, suhbat qilgandir, lekin sotuvni qarorini qabul qilish uchun. Sotuv birinchi uni miyasida bo'ladi, ya'ni qabul qiladi-da, bo'ldi, oldim deydi. O'sha qaror qabul qilish uchun mijoz nimalar sabab bo'ladi? Mana shu narsani yozamiz. Qarshi? Ha, mijoz nimaga qarab qaror qabul qiladi? Mana yozib qo'yganmiz. Ular qaror qabul qilishda nimaga e'tibor beradi? Nimaga qaraydi? Nimaga qaraydi? Sifatigami, tezkorligigami, narxigami? O'sha joyidan kelish kerak-da. U sizdan haligi sho'rva so'ragan bo'lsa, ha deb mantini tiqqandan ma'no yo'q. Ya'ni u tanlovni o'rganish kerak. Nima uchun sho'rva ichmoqchi? Ha, yengil, tez hazm bo'ladigan. Tushunyapsizmi? Mana u o'sha qaror qabul qilish nuqtasiga kirishingiz kerak. Yetkazib bera oldimmi? Qaror qabul qilish nuqtasi o'zbekchasiga shunaqa bo'ladi. Nimaga aynan e'tibor beradi? Nima sabab bo'ladi u sizdan sotib olishiga, xizmatingizni, mahsulotingizni? Qarshi? Mana shuni yozaylik. Bu prям sizni mijozingizni biz ham olib kelib kartinasini chizyapmiz. Kim tushunayotgan bo'lsa. Shunga qarab siz ertaga xabar chiqarasiz, messej berasiz. Keyingisi mana nima deb yozganmiz? Qayerda vaqt o'tkazadi, qaysi platformalarda faol. Mana hozir biz Ismoil aka bilan ishlaganimizda Shimkentda, Qozog'istonda TikTok juda ham faol. Instagramga qo'ygan videosidan ko'ra TikTokda aktiv yuqoriroq. Chunki Instagramda o'sha auditoriya katta, og'ir, algoritmlarni yengib o'tish. TikTokda u yoqda faol aktivlik, TikTokda o'zida avtomatik 2 ta, 4 ta klientlar organik chiqib turadi. Biz oxirgi marta ko'rishganimizda TikTok bo'yicha gaplashdik. Chunki bularda TikTok faol. Instagram ham faol, TikTok faol. Eng qizig'i, agar Qozog'iston bilan O'zbekiston bozorini biz solishtirishimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, bizda Telegram faol. Yetkazib bera olyapman? Tushunasizlarmi? Qirg'izlar bilan Qozog'istonda WhatsApp faol. WhatsAppga ko'p kirasizlar, to'g'rimi? Telegramga qaraganda. Telegramga shu bitta ikkita ishlaringiz bo'lmasa kirmasalaringiz, asosan WhatsApp sizlarda. Bizda navorot, aksincha. Bizda Telegram faol. Siz tushunishingiz kerak, qayerda vaqtini ko'p o'tkazadi, misol uchun. Qaysi platformada faol? Mana shu ikkalasi. Tushundingizmi? Ya'ni bu nima degani? Instagramda ko'p o'tiradimi, YouTube'dami? Masalan, bizda mana bu plastmasda ishlab chiqarish bo'yicha buni o'zi granola degan narsalardan tayyorlanadi-da. Seryo, o'sha granolalardan tayyorlanadi. Ularni biznes egalari dash kirsa Telegramda bo'ladi. Yosh kattaroq odamlar boshqa bo'ladi. Ular Instagramda o'tirmaydi. Mijozlar bilan o'rganganda. Yetkazib bera olamanmi?